Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elyorbek aka bilan bog'landikmi? Ha. Salomatmisiz? Omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Men ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borilayotgan yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemor. Minnatdorman. Bugungi chiroyli sanada dunyoga kelgan ekansiz. Nurafshon fayzli kuningiz muborak bo'lsin. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, joningizni sog' omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Rahmat ekan. Bugungi shodiyona kuningiz, Nurafshon fayzli ayyomingiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomidan yurakdan yurakgacha loyihasiga sizga atalgan qalb so'zlari, samimiy tilaklari yozilgan tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Ushbu kutilmagan tabriknomani kimdan kutgan bo'lardingiz? Taxminingiz bormi? Topolmay qolsam keyin so'rab qolaman. O'zida aytib qo'yavering. Bor bo'ling, aziz boshingiz hamisha omonlikda bo'lsin. Mana shunday samimiy tabriknomalarni musofirdagi mehribon amakingiz Ismoil hoji ota yo'llaganlar. Ismoil amakim, rahmat. Ismoilim. Joni sog' bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni ular uchun ayamasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar taqdim elasam. Minnatdorman. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum. Qadrligim, jon jigarim Elyorbek. Bugungi tavallud ayyomlaring va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shodiyonali kunlaring bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nimaiki ezgu orzu niyatlaring bo'lsa, bariga erishgan uzoq va mazmunli umr tilayman. Alloh xonadoningga nur, oilangga baxt, saodatli, hidoyatli, chiroyli umr, ishingga omad, o'qishingga omad, halol daromad, yaqinlaringga quvonch, bir-birimizga ishonch ato etsin. Robbim o'ziga yaqin bandalar qatoridan qilsin. Joning sog' va salomat bo'lsin. Kelin bilan qo'sha qaringlar. Farzandlaringning rohatini ko'rib, ukamning ko'zini doimo qunatib yuringlar. Qaddi baland, qaddidan-da qadri baland. Chehrasida kulgu tabassum. Har kunida ma'no va mazmun topa olgan jon jigarimsan. Yigit boshing hech qachon egilmasin. Egilsa ham faqat 5 vaqt namoz uchun egilsin. Jigarchilik tuyg'usi shunday bir kuch ekanki, u jilmaysa sening ham qalbingda quyosh porlagandek bo'lar ekan. Boringga shukr. Sendek jigarim borligidan faxrlanaman. Baxting to'la to'kis bo'lib, to'laying hamisha baland bo'lsin. Seni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Tomirlarda oqayotgan qonimiz bir jigarlar. Tikan kirsa og'riydi-da, jonimiz bir jigarlar. Xudoyim sochib qo'ygan har joyga rizqimizni, achchiqmi yoki yumshoq nonimiz bir jigarlar. Deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat aytmaysiz Ismoil akimga. Sizni ham ular uchun aytadigan dil izhorlaringiz va tabriklaringiz bo'lsa, bemalol yo'lashingiz mumkin. Xo'p, katta rahmat amaki, baxtingiz sog' bo'ling, baxtingizni o'zingiz ehtiyot qiling, nevaralaringizni, oilangizni, jigarlaringizni baxtli doim sog' bo'ling amaki. Inshaalloh. 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. Rahmat. Minnatdorman. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Xo'p, rahmat. Minnatdorman, sog' bo'ling. To'xtating shu zamonni